Hop, tez tushuntirib ketaman. Mana bizani uycha. Biz taksi chaqirdik. Aeroportga o'tirmang. Eng oxirgi challenge qoldi, mashinani olish. Da. Eng oxirgi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Suhbatgacha bo'lgan hammasini nimagadir muammosiz bu keldi. Nimagadir, ha? Yo'q, Murod, oxiriga qolmasin, iltimos bunaqa muammo. Eng oxirgi muammoni esmasdan turdim, chunki o'tgacha yetib kelishimizga ishonmayotgandim. Murod, dardingizni ayting. Nima bo'yicha? Valyutami? Ha, valyuta bo'yicha. Qimmat tanlashdi. Aeroportda kurs almashtirdik. Sizga yaxshi emas ekan menimcha. Bu yerda past. Juda ham past. Ma'lumot uchun Google'da 126, o'zimizdagi banklarda 125, bunda 115 dedi. Hop, mayli deb turib do'konlardan almashtiramiz, nasib olamiz deb $100 almashtirsam, bir anaqa bor ekan. Servis fee 11% yana qo'lar ekan. 11% yana oldi. $100 10 bo'lar ekan. Bo'lmasa kartamiz orqali to'laganimiz yana 25% ko'proq bo'lardi. Aha, tushunarli. Xullas, Islandiyaga keladigan akalar, ko'pkalarga maslahat, aeroportda umuman pulinglarni almashtirmanglar. Viza karta orqali to'lasanglar bo'ladi. Taksiga ham, boshqa narsaga ham, nafsak случайga $100 almashtirib ko'rdik xullas. Mayli, normalniy. Biz risk qilamiz, sizlar bilib olasizlar keyin. Mashinani beradigan odam keldi. Xullas, nimalar qildik biz? Qo'shimcha haydovchi oldik, barbekyu set oldik, tokka 220 volt qilib beradigan oldik, yostiq, ko'rpa, yo'q sochiqlar oldik, kofe mashina oldik, keyin ko'chada o'tirishga 4 ta stuli bilan stolini oldik, keyin tualet tozalaydigan, hid chiqmaydigan xullas. Страховкani eng moshinasini oldik. Mashinani yoqib yuborsak ham pul to'lamaymiz. Ha, umuman hech narsa qilmaydi. Agar ustiga narsa tushib ketsa, shamol ag'anatib yuborsa yoki avariya bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, bir tiyin to'lamaymiz. Это моя машина. Это мое машина. Да. I will just 24 hours. and you probably both Camera. Kilometer-wise, I think I don't think so. Because we are developing the middle of the okay, okay. Xo'p, mashinani berishdi bizga. Kamerani Murodga berib qo'yaman, Murod. Aka, Reykjavikka ketmoqchimiz. Ketdik, Ketdikmi, hay? Reykjavik. Boshqa narsa ekan bor bu. Osobeso. Chos qiyin bo'ldi. O'sha yerga yetib keldik-a, o'sha yergacha. Mashinani haydab ketyapmiz. Sizga ham ishonishga qiyin deyapman. Islandiya! Xo'p, mashinani olib kelib oldik, bolalarni oldik. Sekin uni atrofini ko'rsatdim уже. Ikkinchi kamerada ko'rdinglar. Xullas, mana shu mashina, hamma narsasini tekshirib oldik. Singan-pingan u yoq, endi sekin joylayapmiz. Ungacha nomerni bitta ko'rsataman, yuringlar. 6 gradus havo, lekin men sovuyaman, men adrenalin hisobiga. Bu yotgan joyimiz Airbnb'dan oldik. 100 qanchadir dollar bo'ldi bir sutkasiga. Issiq, zo'r, hammom, tualet, dush. 4 kishi yotdik. Polniy zaryadlar qildik. Bu yoqda men bilan Nodir, bu yoqda Murod bilan Xurshid. Hammasi zo'r. Chotki, rahmat kattakon. Ketdi, bo'ldi. Biz qo'zg'aldik. Bu spetsialniy mana bunaqa kodli narsa sotib olinar ekan. Mashina ichiga kodini qo'yib, ichiga kaltni bekitib qo'yishar ekan. Kaltni keyin ochishar ekan. Sizlarga life hack. Harda ham tozalab ketsanglar, yaxshi review qoldirishadi. Отзыв. Lekin qolgan joylarda ham bemalol muammosiz Airbnb'ni shunaqa olish mumkin bo'ladi. Buni kimdir uborga qiladimi?
o'zlari qilishadi, lekin baribir unaqa kir, hammasi yoyilayotgan holda bo'lmasa bo'ldi. Ha, bo'ldi. Zo'r qilib qoldirib ketsanglar, keyingi olishinglarga yana mehmonxonani ancha o'zingizga zo'r bo'ladi. Xayr. Organizator qilgan odamni qara, gapini ishonmay turdim o'zim deydi bor. Hop, Reykjavikka ketyapmiz. Reykjavikda supermarketlar bor ekan. Bu yerdagi supermarketlardan narxi ancha arzonroq, diskont skidkali supermarketlar. Shu yoqqa borib bozorlik qilamiz xullas. Xolodilnikni to'ldirishga, kichkina bitkalar, boshqalar. Bunaqa katta mashinani birinchi marta haydashim. Rosa удобный ekan. Sidinasi ham такой, пружинистый. Yo'llar zo'r, yoqyapti. Ketchup, tomat. Chicken. Yong'oqlar, boshqalar sut so'si bo'ldi. Yana olamiz. Zelin nima olamiz? Lambo ko'r, anaqa mol go'shti. Lamb degani qo'y go'shti. Hamma narsa olamiz. 300 qanchadir dollar bo'ldi. Ado bo'ldik. Yo'q. Suvi. Ana, bulutlarga qaranglar. Bu yerda zakaznoy ham bulut unaqa bo'lmaydi, bor-ku. Bak, Toshkentdan ketdim. Paket veganировщlar menimcha. 2400. Bu degani 20 dollar degani. Mana shu 20 dollar, mana shu komplekt 20 dollar. 4 kishi KFC ga kirib ovqatlanaman desa, ana Toshkentdagi to'liqda ovqatlanaman desa, приблизительно 100 dollardan oshiq chiqib ketib qolyapti narx. Qarajib, bizning KFC'ning qadriga yetish kerak ekan. Kartoshka qattu, so'z bemaza, ikkita oyoq yetsa, bittasi bedro, bittasi oyoq keldi. Hali qanotni ko'rganimiz yo'q, proba qilib. Islandiyaning eng sentriga keldik. Reykjavik shaharining eng katta zdaniyasi, ya'ni mana shu eng katta zdaniyasi desa ham bo'ladi. Xullas, bundan katta zdaniya ko'rmadim. Hamma mana shu yoqqa yig'ilar ekan. Bu sentr hisoblanar ekan xullas. Aylanib yuribmiz. Bugun birinchi kun mashinalarni olib oldik, ovqatlanib oldik, kiyim-kechak hamma narsani, bozorliklarni qilib oldik, yeb-icharlarimizni. Endi bugun xudo xolasa qora plyajga yo'l olamiz. Sizlarga kichkina lavhalar olamiz. Islandiya shunaqa shahar ekanki, uni har 10-fuqarosi bitta kitob yozar ekan. Kitobni yaxshi ko'radiganlar uchun Islandiya ideal shahar hisoblanar ekan. Dekabrda Islandiyada yashaydigan fuqarolarning bitta gapi bor ekan. Bucket flood degan, ya'ni kitobni o'qib kelishi. Ko'p odam shunchalik yozilar ekanki, imенно o'sha paytda ko'payib ketganidan bucket flood deyishar ekan. Agar Islandiyada bo'lsang, avtobus haydovchisi bo'lasanmi yoki kofe damlaysanmi kafelarda yoki fermer bo'lasanmi, shans что именно kitob chiqarish bularda juda katta ekan. Xullas, juda kitob yozishga bular qiziqar ekan, kitobni ko'p yozishar ekan. Har 10-odamga bittaga to'g'ri kelar ekan kitob yozish bo'yicha. Armiyasiz shahar ko'rganmisiz? Islandiya shularning qatoridan bittasiga kiradi. Bu shaharni na armiyasi bor, na qurolli kuchlari bor, na texnikasi bor, na tanki bor, na samolyot boyevoy. Ya'ni qurolli samolyotlari ham yo'q. Shahar osoyishtaligini faqatgina politsiya bilan sohil qo'riqchilari himoya qilishadi. Islandiyaning strategik joylashuviga qaramasdan, ular hech qanaqa qurolli kuchlarga sarf xarajatsiz yashab kelishmoqda. Ular dokazat qilib berishdi, что qurolli kuchlarsiz
dunyoda tinchlik, xotirjamlik o'rnatish mumkin. Xullas 100 kilometrdan uzoqroqqa boruvdik. Tok orqali, ya'ni sigaret chakadigan narsaga tiqib turib, prekuritor deydi, o'shanga tiqib USB orqali 220 voltli inverter olgan edik. Tok zarar qilish uchun narsalarimiz, juda ko'p narsalarimiz ishlamadi. Hozir keldik, inverterni almashtirgani inverterda emas ekan. Gap yaxshi ham qaytib kelibmiz, portimiz ishlamay qolgan ekan. Xo'p, portimizni almashtirib berishdi. Hozir Murod ishladimi? Bo'ldi. Beryapti zaradi. Mana bu narsa. Mana shu ishlamay qoldi. Xullas to'g'irlattirdik, bo'ldi, endi sekin yo'lga chiqsak ham bo'laveradi. Malatsi, zo'r, tez hal qilib berishdi. Biza yo'lga ketdik. Poloostrov Reykjanesga keldik. Ya'ni mayak ko'rgani keldik. Va mana bu yerda shunaqa go'zal manzara bor, tepalikka chiqadigan. Hozir tepalikka chiqib dronni uchirib, xudo xolasa, kadrlab olamiz. Ketdik. Goloboya laguna ekan. Bu yoqqa kirish narxi $100 kishi boshiga. 108 $. Murod to'g'rilab qo'ydi hisobot. To'g'ri hisoblangda. Xullas $108 ekan. Buni ichiga nima kiradi? Bitta
basharaga chaplashga spesialniy o'zini geotermalniy qanaqadir mineralniy loyi basharaga и plus bitta napitka kokteyl har xil smuzilar alkogoli ham bor ekan. Xullas mana shunaqa bitta olsa bo'lar ekan. Xullas mana bunaqa tekinga bitta maska berishar ekan. Mana shu olgan $108 ichida bitta maska tekinga, qolgan maskalari bulari har xillari o'sha pul turar ekan. Mana 1200 kron, 900 kron, 900 kron и tekini bo'lsa. Buni surish kerak ekan, soqolga surmasdan yuzni o'ziga Xurshid turmagan hozir. Tortishyaptimiz? Zo'r ha. 10 minutda yuvib tashlash kerak, lekin soqolga surish kerak emas. Men ishni sezmayapman. Xurshid nimalardir sezdim dedi. Qotgandan keyin tortilishi boshlar ekan bashara. Men hech narsani sezmayapman. Kelinglar birga videoga tushib olaylik. Kelinglar. Fuflo hammasi. Pul soqqa ishlash. Просто loydan pul qilishyapti. Loydan pul qilish. Loydan pul qilishyapti. Xullas bu suv mineralli ekan. Yerni tagidan chiqadi. 100 gradus bo'lib chiqadi, lekin spesialniy joylarga quyib, shuni ilitib 38-40 gradus, 48 gradus. Sezon paytida sezon bir kunda 2000 ta odam keladi. Sezon paytida bir kunda 2000 ta odam keladi. Bir kunda 2000 ta odam keladi. Soatimiz hozir daniyamiz 23 paytda. 22-28 qaranglar. Quyosh chiqsa, oy ham chiqadi. O vaqtda oy ham ko'rinyapti, hozir uni ham ko'rsatamiz. Okey. Sizlar videoga tushasan? Nima qilaman shu juda? Xullas ko'rdinglar o'zinglar, bitta knopkani bosgandan keyin suv uncha to'xtamas ekan. 90 litrlik suv bor. Bu rakvinaga ketadi suv, keyin tualetga ketadi. Undan tashqari mana bu tualetimiz ham bor. Tualetni ham chayyoramiz ham. Tualetimiz ham bor. Tualetimiz kichkinagina idishda bo'ladi. Endi katta tualetga bu yoqqa kirmaymiz, faqatgina kichkinasiga xullas. Shto mana ichkari sasib ketmasligi uchun qo'rqyapmiz. Bunaqa joylarda tualetga kiramiz. Ana kemping zona biz o'nta qoldik. Naryo kemping zona xullas. Undan tashqari bu yerda dushlari bor, issiq suv, boshqa rakvina, mana bu yerda stullar qo'yib qo'ygan, bemalol ovqatlarni pishirib, shu yerda anaqasi bo'ladi. Undan tashqari mana bunaqa chiqib turgan temirlar bor. Mana shu temirlarda ichida rozetkalar bor ekan. Bemalol uyni rozetkaga ulab, ichida toklarni rozetkalar ishlatib, bemalol telefonlarni zaryadga qo'yish mumkin ekan. Soat tong saharlab 9:20. 8 da turganmiz o'zi, 1:30 da uxlaganmiz. Havo zo'r. Telefon ham ishlatgisi kelmayapti odamga, borib izolashmaydi. Bugun omlet qilamiz yoki oddiy tuxumga o'rib tashlayveraymi? Qo'rib tashlayveraymi? Bo'ldi, shu, okey. Olib kelibdi ko'rsat. Ko'payib ketdi. Qotganmi? Qotmaganmi?
Borgisi, davay. Zavtragimiz tayyor. Ikkitadan tuxum, kalbasa, tandir go'sht, yogurt, pomidor, jam, non bo'ldi. Hammasi yesa bo'ladi ekan. Kelinglar. Shuna samolyotga o'tir. Bo'ldimi? Chiqsam. Islandiyada Geyser Glima degan joyga keldik. Bu qanaqa joy? Yerni tagidan suv mana shu qaynab siqilib yida otilib chiqadigan. Har 4-6 minutda chiqadi. Bu yerda bilmayman, endi men ko'rganlarim shunaqa edi. Hozir sekin kirib, sizlarga ham bitta ko'rsatamiz. Sekin u yoqqa qo'zg'alaveramiz. Ketdi. Ertalab tuxum suvda pishirgani, qaynatilgan 10 minut, 12 minut qaynatilgani bo'ladi. O'shani chaqasizlar, hidi bo'ladi. Shunaqa hidi bor. 2 barobar, 3 barobar. Xullas, akira tepaliga chiqib, hozir harakat qilib ko'ramiz, lekin o'shini bo'shamayman bilmayman. Dron uchirib ko'rmoqchimiz. Balandlikka qarab. Qani ko'ramiz. Shamol kuchli lekin nima bo'larkan? Gulfos degan sharsharaga keldik, Vodopodga. Gapirib o'tirmayman, ketdi ko'ramiz. Rasa katta sharshara, uje dahshat sovishni boshlayapti havo. Shamol, Nodiram meni kurtkalarimni kiyib ustiga sovutmayaptimi? Normalmi? Dahshat. Mashinada jon saqlayapmiz. Amallab. Qimmat deymiz-ku, lekin bu o'zini xalqi uchun, turistlar uchun o'ta norma-da bu. Bitta o'tirib 3-4 kishi ovqatlansa, $150 $150 yevrogacha chiqib ketar ekan ovqatlanishi. Biz mashinamizda ovqatlanib, har xil rolton-portalda yeb, qazilar yeb, nonlar yeb, kelyapmiz. Quloq ekan kechirasizlar. O'ynab voh, yo Alloh.
Voy! Nodir! Voy! Ko'rsatmaydir endi. I've been gone down, lost in the letters, trying to get back into place. I've been losing ground in the lost and found, 'cause I let it slip away. Can't remember what I thought I wanted. Now it all has gone to waste, and this freedom just left me haunted. And all my Bu yoqda уже shamol kam pastda. Sovuq ham kamroq uryapti. Ana tog'lar bilan bunda o'ralganigami necha tonna suv sekundiga oqyapti bu yerda, Nodir. I'll see it now. I can't sleep by. Trying to get away, but I can't find the last scattered pieces of my heart. Pieces of my heart. I thought it would be for the better. Dahshat, ha? Sharsharani qaranglar. Dahshat! Pastga qara. Sizlarga baribir videoda men ko'rayotgandagi ko'zimdagi yetib bormaydi. Chunki putushga yetgan-ku. 1000 piksel bo'lsa ham, million piksel bo'lsa ham kamera baribir sizni ko'zingizning pikseliga yetmaydi. Bu yoqqa olib ketadigan narsangiz bu yerdan ko'zingiz bilan ko'rgan emotsiyalarni faqat olib keta olasiz. Yana o'sha putushga yetganda sayohat qiling, arziydi. Faqatgina shu emotsiyalarni, shu hissiyotlarni o'zingiz bilan, esdaliklarni o'zingiz bilan olib keta olasiz. Boshqa hech narsani olib keta olmaysiz bu dunyodan. Keyingi davlatda ko'rishguncha. Pieces of my heart. Gotta keep it up for love, but I can't move on. You're never gone, no. I can't sleep by. Yana bitta sharsharaga keldi, faqat bunisi legendarniy, juda ham bahaybat va vahimali. Yaqinlashayotganda ko'rsatamizmi yo hozir ko'rsatamizmi? Siz yaqinliksiz. Nima deysiz? Ma'azam bunda cho'zib o'tirmaydi. Marhamat. Mayli. Dronda bu yerda tushib mumkin emas ekan. Shamol shunaqa nerealniy dahshat, suv hamma yoq yomon uryapti yuzga. Qo'lib ketdi, voy. Yur. Shunaqa darajada ishlayapti. Svejiyligini, havoni, suvni shundoq sezyapti. Bura dahshat.
Islandiyada chivin yo'q, lekin undan battar hasharotlar bor ekan lekin bor. Ana, mana shu basharani oldida qilib turadigan. Bu bizning tualetimiz. Xo'p, mayli bu yog'ini endi anaqa qilib, mana shunaqa bo'shatishimiz kerak. Bu yoqda suv to'ldirishimiz kerak, Murod to'ldiryapti. Bu yoqdan suv to'ldiramiz, u yoqdan uni to'kamiz, xullas. Почти to'lamiz. Gaz qo'yishimiz kerak, gaz qo'yishimiz kerak. Gaz hali bor, normalniy. Paka hali yetadi. Voy, hidi yo'q ekan. Voy, hidi shirin chiqyapti. Voy, Ferining hidi chiqyapti ichidan. Qo'yili, dahshat ekan. Bu kasetamizni tozalab bo'ldik, cho'tki qilib, endi mana bu yoqqa shunda tiqamiz, qotadi, quplaymiz. Tozalab o'taramiz. Shu sharsharani hozir tagiga dronda uchib kiramiz. Sekretniy lokatsiyalar ekyapmiz. Mana buni qaranglar. Vidni qaranglar, vidni.